Assalomu alaykum. Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning 15-moddasi bilan tanishamiz. 15-modda. Diniy tashkilotni ro'yxatdan o'tkazish, qayta ro'yxatdan o'tkazish chog'ida davlat xizmatlari ko'rsatish. Davlat xizmatlari, shu jumladan diniy tashkilotlarni ro'yxatdan o'tkazishda yoki qayta ro'yxatdan o'tkazishda xizmatlar adliya organlarining elektron tizimi orqali ko'rsatiladi. Elektron tizimga kirish elektron raqamli imzo yoki shaxsni identifikatsiyalash imkonini beruvchi boshqa usullar orqali amalga oshiriladi. Murojaat qiluvchi elektron tizimga kirgandan keyin o'zining shaxsiy kabinetidagi tegishli murojaat turini tanlaydi. Ma'lumotlarni bosqichma-bosqich kiritadi va hujjatlarni elektron tizim orqali yuboradi. Elektron tizimda shakllantirilgan yoki adliya organlari tomonidan yuborilgan elektron hujjatlarda matritsali shtrix-kod, QR kod va identifikatsiyalangan raqamlar mavjud bo'ladi. Bunda elektron hujjatda ko'rsatilgan identifikatsiyalangan raqamni elektron tizimning maxsus bo'limiga kiritish orqali elektron hujjat to'g'risidagi axborotni olish uchun imkoniyat yaratiladi. Elektron tizimning ishlash tartibi, ma'lumotlarning turlari va shakllari, shuningdek elektron hujjatlarning namunalari O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan tasdiqlanadi.